Yurak og'rig'i kuzatilganda harakat qilish, yurish, jismoniy yuklama berish mumkinmi? Yo'q. Biz bilamizki, harakat yurak uchun foydali, lekin yurak og'rib turgan vaqtda harakat qilish bu nafaqat yurak uchun foydasiz, balki zararli hamdir. Yurak og'rig'i bu yurak muskullariga kislorod yetishmayotganligi belgisidir. Yurish vaqtida yurak tezroq ishlaydi va yurakka ko'proq kislorod talab qiladi. Ammo toraygan tomir buni bajara olmaydi. Natijada esa og'riq kuchayadi, hattoki infarkt kuzatilishi mumkin. Shuning uchun agar harakat vaqtida yurakda og'riq kuzatilsa, darhol to'xtang, o'tirib dam oling. Agar 5-10 daqiqada o'tib ketmasa, tez yordam chaqiring. Yurak og'risa, dam bering va harakatni shifokor nazoratida tekshiruvlardan so'ng amalga oshiring. Unutmang, yurak og'rig'i bu ogohlantirish. Uni e'tiborsiz qoldirmang.